Hədis inkarçılığının əxli vayronchiligi. Muqaddimə. Tarixning axlatxonasidan tirilgan iblis viruslar. İşğaliyetçinin yalaqçılığından zindiqlikqacha bo'lgan fitna zanjiri. Abduri Mirkamil Qashqari. İnsaniyet tarixida bir xil g'alati ruhiy yuqumli kasallik borki, u vaboga o'xshash qarinlik holda qo'zg'alib, aqllarni zaharlab turadi. Bu kasalga giriftar bo'lgan bir o'chim kishilar o'z xalqining birligini parchalash va millatning e'tiqodiga ziyonkashlik qilishdek abgorliklarga qaramay, o'zini haqiqatning birdan-bir bayroqdori deb jakarlash xohishiga ega. Bu tarixdagi eng qadimiy, eng xatarlik hamoqatlik va manmanlikning jonliq ifodasi bo'lib, islom tarixi bu ruhiy kasallikning tunji kelinkilik xotirasini xavarishlar, botiniylar, mu'tazila va shialar nomida tizimga olgan edi. Bo'libmi cho'ng gunohlar sababidan boshqalarni kofirga chiqaradigan xavarishlar payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'zlarining siyosiy g'arazlariga to'salg'i bo'ldi deb qarab, inkor qilish bilan cheklanib qolmasdan balki uningdan halqib payg'ambar alayhissalomga eng yaqin sahobalarni kofir deb qarlab, musulmonlarning qinini to'kishni jannatga kirishning bileti deb biladigan azg'unlarga aylangan edi. Qur'on va hadisning zohiri va botini bor deb oyat va hadisning lafzlarini intayin yiroq tahvil qiladigan, ko'plagan qarashlarni maxfiy tutadigan azg'un va xatarlik botiniylar, hashshashiylar Qur'onni o'z aqllari bo'yicha izohlagan va o'zlarining kamtik aqllarini birdan-bir to'g'ri deb o'ylab olgan mu'tazilaning ba'zi firqalari ahlini hadisdan va vahiydan ustun o'ringa qo'yib olishdek fikr qalaymaqonchiliklarni keltirib chiqargan edi. Bu qadimiy fitna viruslari ayni chog'dagi sahaba, toibin, olimlarning ularga qarshi elib borgan kurashlar bilan tarixning axlatxonasiga ko'milib, mangu yo'qotilgan edi. Afsuski 19-asrda Buyuk Britaniya imperiyasi Hindiston musulmonlarining 1857-yildagi ishg'oliyatga qarshi ozodlik urushidan qattiq alaqsada bo'lgan bu koni jasadlarni qaytadan qezib chiqarib, uningga yangi hayotlik bag'ishlashni qaror qildi. Bu imperializmning eng razil va eng ustilik bilan o'rlashtirgan strategik o'yin edi. Britaniya strategiyachilari shu haqiqatni obdan bilatdi. Qelish bilan bo'ysundirg'ili bo'lmaydigan bir millatni ularning ichidan chiqqan aqlliq ahmoqlar va ularning e'tiqodini o'zlariga qarshi qurol qilish orqali ichidan yimirvatgili bo'ladi. Shuning bilan ular musulmonlarni ideyaviy jihatdan parchalash uchun ikki asosli hujum liniyasini shakllantirdi. Birinchi zarba ahlini bulg'ash va sunnatni inkor qilish. Britaniya hukumati bir tarafdan 1875-yil qurilgan Algor universitetiga o'xshash zamonaviy maktablarni nuqtaliq mablag' bilan ta'minlab, Ser Said Ahmadxonga o'xshash yengiliqchi ziyolilarga Ser, ya'ni qonun tarafidan mutlaq qo'g'diladigan zot degandek shon-sharafli unvonlarni berib, ularni o'z himoyasiga oldi. Bu amaliyotda ularning bo'yniga silingan eng farqiroq, ammo eng mustahkam aqliy va siyosiy kishan edi. Yana bir tarafdan Yahudi sharqshunos Ignaz Goldzehirga o'xshash islomga o'chmanligi bilan tonilgan mutaxassislar Britaniyaning alohida o'rinlashtirishi bilan tarixning axlatxonasidan xavarish, botiniy, shia va mu'tazila firqalarining cherigan fikri so'ngaklarini qo'llab chiqib, uni 1890-yili nashr qilingan Islom tadqiqoti nomli kitobida ilmiy tadqiqot degan zinnatlik niqob ostida qayta o'rab, hadislar ishonchsiz, islom faqat Qur'ondan iborat degan zaharlik ideyani ishlab chiqardi. Bu xavarishlarning radikalligi bilan botiniylarning Qur'onni burmulashlari va mu'tazilaning aqliy haqqovurligining sun'iy usulda juplashtirilishi bilan haromdan to'ralgan va Britaniyaning mustamlikasini mangulik holga keltirish strategiyasining bir qismi bo'lgan Qur'onchilik nomli to'ralma virus edi. Bu virus Sir Said Ahmad va uning Algor universitetining boshlamchiligida 19-asrning oxirlarida tunji qitim Hindiston musulmonlari orasiga tarqatildi. Natijada Britaniyaga qarshi qurol ko'targan mujohidlarning sepida kim haqiqiy musulmon degan ajallik fitna o'ti tutashdi.
Bu fitna avjiga chiqqanda Sir Said Ahmad atalmış Qur'on diniga asoslanib, Britaniya imperiyasiga qarshi chiqish harom, ularga itoat qilish vojibdir. Chunki islom tinchlik dinidir deb fatvo chiqardi. Bu uning ser unvoni bilan beshini silgan mustamlikachi xo'jayinlarga qilgan eng oliy sadoqatmanlik edi. Bu fatvoga g'azablangan musulmonlar hadis inkorchilariga hujum boshlaganda ular Algir universitetining ichiga qechib kirib oldi. Oxirida universitetni qorishib olgan musulmonlardan qo'g'dash uchun Britaniya 25 ming kishilik armiya avatib, bu hadis inkorchisi sodiq chakarlarni qutqizib qolgan edi. Ikkinchi zarba payg'ambarlikni masxir qilish va yangi nabiy yoritish bo'ldi. Britaniyaning razil plani buninglik bilan to'xtab qolmadi. Ular islomning eng muqaddas uli bo'lgan payg'ambarlik e'tiqodini buzishni nishon qildi. Shuning bilan tarixda o'z qabilasining siyosiy manfaati uchun payg'ambarlik da'vo qilgan Musaylimatul Kazzobning siyosiy arvohini qabrsidan ko'lab chiqarib, qaytadan tirildirdi. Bu rolni o'ynash uchun Mirza G'ulom Ahmad ismli bir huquqparastni Hindistonda sahnaga chiqardi. Britaniya askarlarining qo'g'dishi ostida Mirza G'ulom Ahmad 1889 yili o'zini payg'ambar va Mahdi deb e'lon qilib, Qadiyoniylik nomli yangi bir fitna iqimni vujudga keltirdi. Natijada bir tarafda hadisni inkor qiladigan atalmış Qur'onchilar, yana bir tarafda yolg'on payg'ambarga ergashgan Qadiyoniylar. Bu ikki paskin virus Hindiston musulmonlarining diqqatini ozodlik ko'rishidan burab, sog'lom badanini ichidan parchalab, ularning Britaniyaga qarshi ko'rishini intayin ojiz holga tushirib qo'ydi. Buning bilan Britaniya imperiyasi xotirjam holda 1 va 2 dunyo urushlariga kirib, dunyoni qaytadan bo'lib olish fursatiga ega bo'lmoqchi edi. Tarix ba'zida o'zini takrorlamaydi, balki o'zining eng razil komediyasini qayta sahnalashtiradi. 19 asrdagi ishg'oliyatchilarning bu ideyaviy virusi 21 asrda Uyg'urlar orasida yangidan bosh ko'tarishga boshladi. Islom dushmani Ignaz Goldziherning bu zamonaviy haromlik turalmalari bo'lgan Uyg'ur zindiqlari xuddi Hindistondagi ideyaviy ajdodlarga o'xshash Qur'on dini degan kona paskana bayroqni qayta ko'tarib chiqib, Uyg'urlarning e'tiqodiy birligini parchalashga kirishdi. Ularning bu qilmishi Xitoyning neniga yog' surkash bilanla cheklanib qolmay, diasporadagi Uyg'urlarning kun tartibini Xitoyning ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurashdan o'zlarining safsatlariga borab, qimmatli ijtimoiy energiyani behuda talash tortishlarga isrof qilishni boshladi. Ularning bu fitnasining ba'zi nodonlar orasida bozor tepishidagi eng chunqur sabab manmanlik zahiridir. Bu yo'lga kirgan har bir inson dastlabki kundan boshlabla o'zini go'yo 1400 yildan beri hech kim bayqamagan haqiqatni topgan katta mutaxassis, boshqalarni bo'lsa ahli ko'r nodonlar deb qaraydigan ruhiy haqqavurlikqa mubtalo bo'ladi. Eng xatarligi ular payg'ambar alayhisalomning Qur'onni tushundirishi va ijro qilishda ko'rsatma berish huquqini o'zlaricha amaldan qoldirib, hatto tortib olib, o'zlarini kichik payg'ambar o'rniga qo'yib oladi. Bu ularni Allohning kalomini o'z xohishi bo'yicha bo'rmalash huquqini bergandek xumorliq tuyg'uga mubtalo qilib, ruhiyatini qat'iy yeshilmaydigan sarong'ochi maslikka giriftor qiladi. O'zini kichik payg'ambarning o'rniga qo'yib olishdek kibrning zahrini bir qitim tetigan kishi xuddi xiroyinga o'ginib qolgandek uningga mangulik xumor bo'lib qoladi. Ular uchun Qur'on hidoyat manbasi emas, balki o'z nafsi xohishini qondiradigan bir o'yinchiqqa aylanadi. Ular payg'ambarning tushuntirishlaridan o'zini mutlaq ozod qilgan holda Allohning oyatlarini o'z havoyi havaslari bo'yicha burmilab tushuntirish erkinligidan huzurlanadi. Amaliyotda bu haqiqatga talpinish emas, balki haqiqatdan qochib o'z nafsini iloh qilib olishning eng yalang'och ifodasidir. Albatta, Allohning kalomini har kim o'z xohishining o'yinchig'iga aylantirib olganda, cho'qim tugamas qalaymaqonchilik va minglagan ziddiyat kelib chiqadi. Shunga 19-asrdan beri bu ideyaviy virus qurutlari dunyoning har qaysi joylarida pat-pat tarixning axlatxonasidan bosh ko'tarib qimirlab, o'zlarini haqiqiy islomning vakillari deb jakarlab baqqan bo'lsa-mu, ammo bugunga qadar hech bir birlikka kelalligini yo'q.
Ularning eng kulkilik tarafi shuki, faqat Qur'onla bizni birlashtirdi deb jar soladigan bu zindiqlar o'z ichida tarixdagi har qanday firqadan battar parchalangan va bir-birini inkor qiladigan ruhiy kasalga giribdor ekanligini hamma yerda o'zlari isbotlab kelmoqda. Ularning o'zaro ziddiyatlaridan bir necha jonliq misol. Namoz komediyasi. Qur'onni birdan bir manba degan bu kichik payg'ambarlarning ba'zilari namozni kuniga 5 vaqt emas, 3 vaqt deb jakarlaydi. Ya'ni Misrdagi Ahmad Subhi Mansur guruhi. Yana ba'zilari 2 vaqt deydi. Turkiyadagi adib yuksalga o'xshash. Yana ba'zilari 5 vaqt deydi. Turkiyadagi Mustafa Islom o'g'li guruhi. Bir qismi Qur'onda peshoni bilan emas, iňaq bilan sajda qilish tilga ilingan deb boshqacha sajda shaklini ijod qiladi. Yana bir qismi bo'lsa, namoz degan faqat qalbdagi duo, qiyom, ruku, sajda deganlar keyin qo'shilgan bid'at deb butunlay yangi bir din o'ydirib chiqadi. 1400 yildan beri barliq musulmonlar birdek ado qilib kelgan ibodat ularning qo'lida mana shundaq bir-birini inkor qiladigan o'nlagan shakllik ixtiyoriy gimnastikaga aylandi. Zakat masalasida shundaq. Qur'onda zakat amr qilingan bo'lib, zakatning nisbati 2,5%lik nisbatga o'xshash. Qolgan tafsiloti sunnatda bayon qilingan. Buni inkor qilgan Qur'onchilarning Suriyadagi guruhi zakatning muayyan nisbati yo'q. Ko'ngli qanchalik xohlasa shunchalik ba'zi bo'ladi desa, Iroqdagilari Qur'ondagi oyatlardan hisoblasak, zakat 20% bo'ladi deb yangi bir shariat yaratdi. Bir qism Qur'onchilar ayollarning butun badanini o'rish kerakligini Qur'ondan isbotlasa, yana bir qismi hijob degan arabning odati. Qur'onda faqat ko'krakni yopsa bo'ladi deyilgan deb fatvo berdi. Yana bir to'pi bo'lsa, bu oyatlar faqat payg'ambarlarning ayollarga xos, boshqalar bilan aloqasi yo'q deb o'zlarining havoyi havaslariga dog'dam yo'l ochdi. Yana bir qismlari hatto qiz o'g'il yolg'iz yerda zina qilsa bo'ladi deb fatvo chiqardi. Ya'ni Turkiyadagi Yashar Nuri o'z turkka o'xshash. Ularning eg'iziga qarasangiz, bo'linishni tugatib, ummatni Qur'onga jam qilamiz deb yo'g'on shuarlarni tovlaydi. Amaliyat xuddi Sir Said Ahmadning hadis tanqidlarida Ignaz Goldazehirning kitobini manba qilganligini yushirib, keyin rasvo bo'lganidek, ularni o'zlarining ideviy otasining Yahudi Goldazehir ekanligini hammasi birdek rad qiladi. Ammo shuning o'ydirma diniy soyasida o'z ichida tarixdagi eng ko'p bo'lingan, o'zaro eng ziddiyatli firqaga aylanganligini yushiramaydi. Ularning har bir guruhi yana bir guruhni Qur'onni xato tushandi deb ayblaydi. Yoki biz ulardan emas deb bir-birini inkor qiladi. Chunki payg'ambarning Qur'onni izohlash huquqini inkor qilish amaliyotda har bir zindiqning o'zini kichik payg'ambar qilganligidir. Natijada har bir kichik payg'ambar o'zining havoyi havasiga mos keladigan Qur'on izohatini yaratib, hamma yerda o'z oldiga mustaqil din ishlab chiqardi va poqqurtidek la'natlanib, qipirdabli yuradi. Masalan, Uyg'urlar orasidagi yangi taralmalarga qarab boqaylik. Angliyada goh qadiyanilarning quyruqida, goh xristianlarning peshida yugurib yuradigan Abdukarim Zindiq 5 vaqt namozni inkor qilsa, uning dumbaxtisi Abdul Aziz Pasto'g'roq ammo men 5 vaqt namoz o'qiyman deb uni inkor qiladi. Yana bir qarqosa Qoshim Zindiq cho'shqining ishbog'ri halol, go'shi harom deb matolachi fatvolarni chiqarsa, Gollandiyadagi Ahmad Zindiq ammo men eshak go'shi bilan tunguzning ishbog'rini yemayman deb Hoshim Zindiqni inkor qiladi. Bütün hayatını İslamga ziyankeşlik bilen ötküzgen ve bu zindiqlar bilen eg'iz burun yalishdiki maqsadimi İslamga ziyankeşlik qilib, Arab Xristian ayolining dini azg'unliklarini Uyg'urlarga yuqtirish bo'lgan. Hatto İslamga o'chmanligidan o'zining musulmoncha ismini Kanadada rasmiy o'zgartib, Arman Raster deb qonunliq yangi xristiyancha ism olgan Ahmadjon Osman Haraq haram emas degan fatvoni chiqarsa, Hoshim Zindiq uningga dumboqchi bagini bilan pasto'g'roq Zindiq yo'q, haraq haram deydi. Chunki uning Turkiyadagi ustozi Mustafa Islom o'g'li shundaq o'rgatgan.
Пәстоғрақның өтміші hozirgidek қараңғы va мәйнәт iqimlar orasida o'tgan. Ma'lum bo'lganidek, bir mezgil vatanga Xitoyning alohida plani bilan import qilingan Hizbut Tahrir, Xitoy hukumatining ko'z yumishi va astirtdan qo'llab berish sayesida qisqa vaqtda butun maktab va yezilargacha kengayib, necha yuz minglagan Uyg'ur yoshlarining kelajagini nobud qilgan va top turmalarga tashlanishiga sabab bo'lgan edi. Dal shu chaqda Pasto'g'roq Urumchida bu hizbchilarning eng oldingi qatordagi bayroqdori bo'lganligini o'z og'izi bilan men Istanbulda hikoya qilib bergan. Hayron qolarligi yuz minglagan a'zolar tutqun qilingan shu bo'ron chapqunda bu katta bayroqlar tutilmay sog'-salomat Turkiyaga kelib olgan. Turkiyaga kelibmi o'tmishidan saboq elib, mo'tadil yo'lda mengishning o'rniga yana burunqidaklar pitni ig'vo yo'lini tanlab, hadis inkarchisi zindiqlarning yangi bayroqdoriga aylandi. Qisqasi, bu iqimga mansub Uyg'urlarning hammasi degidek sistemlik diniy ta'lim-tarbiya ko'rmagan. Arqa ko'rinish qarang'u shaxslardan iborat. Yuqorida deyilgandek, ularning o'zaro bir-birini inkor qilishlari va ziddiyatlariga qaraganda, har qanday ahli joyida odam bularning Qur'onni manba qilib, millatni birlikka keltiramiz degan shuarining naqadar xato va kulkilik ekanligini, hamda ularning o'tmishidan tortib bugunigacha qanchalik tushuniksiz mit qurtlar ekanligini osonla bila oladi. Demak, Britaniyaning 19-asrda musulmonlarning e'tiqodiy birligini parchalash uchun qo'llangan texnikasini Xitoymi albatta Uyg'urlarga qarshi ishlatayotgan bo'lishi aniq. Xitoyning necha yuzlagan Uyg'ur yoshlarini Ironga yo'llab shiyalashtirishga urinishimi yuqorqi qora niyatining va Uyg'urlarning e'tiqodiy birligini parchalash tayyorlik xizmatining ochiq isboti hisoblanadi. Шуңа bu xil azg'un firqalarning va meynat viruslarning aramizda paydo bo'lib qolishini hargizmi tasodifilik deb qaramasligimiz lozim.